Bosh to'lovga $1150 berasiz, mana shu Gentra'ni olib ketasiz. Gentra bez luk bo'ladi. Yili 2023-yil avtomat ko'rib. Mashinadan avratlarga keladigan bo'lsak, ikkala silindrda abagireflarimiz bor. Mashinamiz pulti 907 pult bo'ladi. Poliklari ham bor. Bosib o'tgan masofasi atiga 45 mil masofani bosib o'tgan 4-paketli gazi ham bor. Mashinamizda avratlarga keladigan bo'lsak, balon holatlari, to'rtta yumshoq balon. Hop, kraskasiga keladigan bo'lsak, bitta chap tomonda qatidadir petnosi bor ekan. Mashinamiz ideal holatda haydashga tayyor. Bosh to'lovga $1150 berasiz, mana shu Gentra'ni olib ketasiz. 5 yilga 5.295 ming so'm bilan chiqadi. Mashinamiz kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qo'yganman, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.